Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni Achchucho kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz yana bir foydali ishlar bilan shug'ullanamiz. Ya'ni Silverstone kompaniyasini S-Bot Pro o'sha Doppler Edition bo'lgan gibrid mahsulotini qanday qilib to'g'ri proshivka qilishni ko'rib chiqamiz. Albatta bu narsani sizlar bilan birgalikda an'anaviy usulda, ya'ni men sizlarga kompyuter orqali qanday yangilanishni o'rgatib keldi. Nasib bo'lsa keyingi videolarda mobil telefon orqali ham yangilashni ko'rsatib o'taman. Lekin biz bugun doimiy an'anaviy bo'lgan, qulay bo'lgan usul bo'lgan ushbu mahsulotni yangilaymiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda albatta o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Xo'p, aziz do'stlar, bizga ko'p narsa talab qilinmaydi. O'zimizga qulay bo'lgan brauzerga kiramiz. Misol uchun, mana shunga kira qolaylik. Brauzer kiramiz. To'xtanglar, sizlar yaxshi ko'rinishi uchun hozir men bu yoqqa o'zimni olib qo'yaman-da, mana bu yoqqa olib qo'yaman-da, biz sal kichikroq qilamiz. Keyin mana anaqaga kiramiz. Saytga kiramiz, bunisi emas. Bunga kiramiz. Va qidiruvdan bizga kerak bo'ladigan narsa mana Silverstone desak o'zimga chiqib kelyapti. Mana Silverstone qilay. Mana Silverstone F1 o'z deb qidirasizlar. Mana chiqib keladi. Branch deydi mana Silverstone kompaniyasining rasmiy veb-sayti. Agarda siz rasmiy veb-saytga kirishni istamasangiz, men shaxsiy Telegram kanalimga, gruppamga o'tadigan bo'lsangiz, u yoqda siz uchun qulay tashlab beramiz. O'sha joyda barcha radar detektorlarga proshivkalarni, bazalarni topishingiz mumkin. Shuning uchun tezda o'tib oling. Telegramda Achchucho desangiz chiqib keladi. Ya'ni YouTube nomimizning nomi. Xullas, kiramiz saytga. Sayt kirganimizdan keyin bizda quyidagicha sahifa ochiladi. Har xil turli-tuman bo'lgan sahifa ochilib chiqadi. Xo'sh, undan so'ng biz mana поддержка и обновление degan bo'lim bor. Shunga bitta bosamiz. Поддержка va обновление bo'lgandan keyin mana istasangiz mana bu yoqdan qidirsangiz bo'ladi, lekin biz nimani yangilashimizni bilamiz va qayerga kirishni ham bilamiz. Shuning uchun bizda nima? Kombo устройство. Shuning uchun kombo qurilmani tanlaymiz. Xo'p, bizda qaysi model edi? To'g'ri. Silverstone F1 Hybrid S-Bot Pro Wi-Fi Doppler Edition. Shunga bitta bosadigan bo'lsak, demak azizlar, keyin bizda quyidagicha sahifa ochiladi. Bu yoqda 3 ta fayl bor, ya'ni adashib qolmang. Aytgancha bizga kerak bo'ladigan narsa ham radar detektorning o'zi, qo'shimchasiga mana bunaqa micro SD flashga kerak bo'ladi. Qaranglar, mana kirdik. Birinchilikka turgani bu baza, ya'ni faqatgina tipadagi radarlar bor, statsionar radarlar qo'shildi, eskirdi. Agarda sizda mana 1.04, 1.03 turgan bo'lsa, siz faqat bazani yangilasangiz bo'ladi. Agarda sizga faqat to'liq komplektda yangilamoqchi bo'lsangiz, men aytgandek, men qilgandek qilishingiz kerak. Ya'ni ko'rib turganingizdek, birinchi navbatda mana bazani shunday olamizda, shunday sketchet qilib olamiz. Ya'ni katta quloqni ushlab. Mana ikkinchisi proshivka gibrid S-Bot, buni ham bitta quloqni ushlab ketib, buni ham ko'chirib olamiz va qarang, Erdani ham ko'chirib olamiz. Eng muhim narsalardan bittasi mana ko'rdingizmi, 3 ta faylni tashladim. Misol uchun bazani o'zi bo'ladigan bo'lsa, ana baza kamera sketchet qilindimi? O'zi bo'ladigan bo'lsa, faqat shuni o'zini yangilasangiz bo'ladi. Agarda siz dasturiy ta'minot, ya'ni proshivkani yangilamoqchi bo'lsangiz, qarang, ham mana SW ni qo'shimchasiga ana proshivka Erdani ko'chirishingiz kerak. Chunki ikkalasini birdan tashlashingiz kerak. Agar tashlamaydigan, bitta yangilaydigan bo'lsangiz, radar detektoringiz o'chib qoladi, uxlab qoladi, borasiz, servisga borasiz, ustiga borasiz, xullas yuguringiz ko'p bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar. Endi bizda fayllarni topib olishimiz kerak. Mana bu yoqda fayl sketcham turibdi. Mana bu yoqdan keyin mana bu yoqqa faylni olib ketadigan mahalla papkasi bor. Mana shu yerga bitta bosasiz. Mana 3 ta fayl turibdi. 1, 2, 3 dan olamiz. Ctrl C ni olib, mana o'zimizga qulay topib olish uchun mana bu yoqqa qo'yamiz. Bularni shuturishga tashlab bo'lmaydi. Ya'ni tashlasangiz proshivka davom etmaydi. Shuning uchun ham biz bunday olamizda, izilchit все qilamiz. Izilchit qilamiz. Mana shuni olamiz. Keyin qarang, biz adashib ketmasligimiz uchun flashkani olaman-da, mana kompyuterga ulayapman, mana flashkani olaman-da, mana kompyuterga ulayapman. Xuddi menday qiling deydi-ku. Hali flashkani nimaga ko'rmayapti? Nimaga ko'rmaydi? Mana endi ko'rdim. Olamiz-da, mana format qilib o'ramiz flashkani bittagina. Format qilsak juda yaxshi bo'lardi bu-ku. Format qilamiz.
zakrit qilamiz-da. Formatini balki agar hozir kursda yana qilishimiz mumkin. Agar format xato bo'ladigan bo'lsa, qaytadan boshqacha formatda qilinishi mumkin. Export turibdi, mana export turibdi. Показать qilamiz, отправить E qilamiz. Yoki birinchi navbatda fleshkani radar detektorda o'ziga qo'yib olib, keyin bitta tiqadigan bo'lsangiz, o'zini formatda to'g'rilab berishi mumkin. Xo'p, birinchi faylni oldik. Mana qarang, birinchi panelni chiqardik. Bu nima edi o'zi bu? Bu fayli baza ekan tushunishim bo'yicha. Mana endi mana RD fayllarni ham mana hammasini xullas kalom arxivdan chiqaramiz-da. Mana papka turibdi. Mana buni ham shunday olib jo'natib yuboramiz. Отправить E. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz. Bunisi adashmasam hammasi bo'lyapti. Mana bunisini ham mana olamiz-da. Buni otib yuboramiz mana E'ga. Mana 3 ta fayl ham bo'ldi, qaranglar. 3 ta fayl bor. Bittasi 10 MB, bittasi 2 MB, bittasi 249 KB. Shuni olamiz-da, izvlechit qilamiz. Demak, bu yoqda bizani ishimiz qolmadi. Endi bu yo'g'ini olamiz-da, izvlechit qilganimizdan so'ng radar detektorda olib, nasib bo'lsa ko'rinadimi bilmayman sizlarga. Yoki telefondan olib olishim mumkin hozir. Mana mahsulotning o'zi, mahsulotda fleshka ham bor ekan, eng qizig'i. Hoppa. Fleshkani bu yoqqa qo'yamiz. Keyin mana radar detektorga tiqamiz. Keyin mana pitani beramiz hozir. Endi men pitaniga 1 minutgina pauza bo'ladi sizlar uchun. Xo'p, mashinaga chiqishga majbur bo'ldim. Ko'rganingizda ham naqa narsa chiqadi. Mana shu paytda pitanadan uzib qo'ymasligingiz kerak. Xo'p, aziz do'stlar, ko'rganingizdek, mashinaga borib qilib keldim. Mana yaxshi ishlamayotgani uchun kabelim. Mana qaraymiz. Versiyani qaraymiz. Ko'rganingizda SW104 bo'ldi, RD 103 bo'ldi. Baza esa mana 6-sana bilan bo'ldi. Xo'p, endi bizdan qiladigan ishimiz bitta zibros настройка berib olamiz va keyingi videoga o'tamiz. Sababi, mana zibros настройка qilamiz. Fleshga ham format bo'ladi. Bo'ldi mana. Zibros настройка bo'ldi. Eng stabil настройка shunaqa. Keyingi videoga o'tadigan bo'lsanglar, uni qanaqa pрошивка qilish, qanaqa настройка qilish haqida video ko'rsatilgan. Ana. 2 marta bosish kerak bo'ldi. Tamom. Tayyor bo'ldi hamma narsa. Keyingi videoda nasib bo'lsa qanaqa qilib настройка qilish haqida video bo'ladi.